Podkastimiz davomida sizlarga aynan suyak yemirilish kasalliklari, grija va shunga o'xshagan holatlarda aynan qanaqa yo'l tutsa yaxshi, qanaqa qilib yechim qilsa yaxshi, shu haqida batafsil ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Union Med jamoasi, men Tuyliyev Bahovuddin. Bugun sizlar bilan klinikamizning bosh shifokori Saida Madmusayeva bilan birgalikda, xudo xohlasa, chiroyli podkast qilib beramiz. Podkastimiz davomida sizlarga aynan suyak yemirilish kasalliklari, grija va shunga o'xshagan holatlarda aynan qanaqa yo'l tutsa yaxshi, qanaqa qilib yechim qilsa yaxshi, shu haqida batafsil ma'lumot beramiz. Bizni bugungi podkastimizni olib boradigan sherigimiz Saida opa. Bular uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan, 42 yillik tajribaga ega bo'lgan, 45. Uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassisimiz, 45 yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassisimiz Saida opa Madmusayeva bo'ladilar. Saida opa, o'zingizni tanishtirsangiz, bu sohaga qanaqa kelib qoldingiz? 45 yillik tajribangiz qanaqa bo'ldi? Mana oliy toifali shifokorsiz. Shuncha nimalarga qaramasdan aynan kineziologiya sohasiga nimaga muhabbat qo'ydingiz? Shu haqida qisqa qilib gapirib bersangiz. Assalomu alaykum. Men Madmusayeva Saida 45 yildan beri shu meditsina sohasida faoliyat ko'rsatib kelaman. Oxirgi 25 yilim shu nogironlarni reabilitatsiya qilish, protezlash milliy markazida reabilitolog vazifasini bajarib kelaman. Men o'zim bemorlarda oxirgi 2-3 yildan beri mana shu kineziologiyani, uzviy ortopediya reabilitatsiyani bilan birga uzviy bog'liqligini ko'rib, o'qib, mana shu mutaxassislar bilan o'rganib, juda ham natija yuqoriligini ko'rib, shu sohaga ko'proq mehr qo'ydim. Mana hozir gapingizdan men nima qilganim, oldin siz bilan alohida suhbatlashganmiz, bular bilan tanishib boshlagan vaqtlarimizda operatsiyalar ham hatto ko'p qilgansiz, yoki aynan travmatologiya, ortopediya sohasida bo'lib turib, aynan kineziologiya sohasiga qiziqib qolishingizni hikmati nimada? Ortopediya, travmatologiya sohasida biz mana ko'p operatsiyalar boshqalarni ko'rdik. Operatsiyadan oldingi, operatsiyadan keyingi jarayonlar eng muhim hisoblanar ekan. Natija bu, masalan, operatsiya qilib chiqqandan keyin bemorni o'zini qanaqa tutishi. Ancha bizani xalqimiz asorat bilan keladi. Shunaqa. Chunki birinchi boshlanishi hech kim vrachlarga yoki bir mutaxassislarga ko'rinishga kelmaydi. Bizda shu yurolmay, qimirlamay, oqsoqlangan paytda keladi. O'sha bunda ikkinchi mushaklarni, paylani, hammasida qanaqadir bir o'zgarishlar bo'lgan paytda nosozliklar bo'ladi. Bizda masalan ortoped, travmatologlar, xirurglarimizda bu yerda bemorning kosmetologik kamchiligini to'g'irlagan bilan ikkilamchi orttirilgan kasalligini aynan shu mana kineziologiya bilan uzviy bog'lab davolaganda samarasini ko'rdik. Tushunarli. Demak, o'sha operatsiyagacha bo'lgan jarayonni o'zida bemor boshqa ko'plab yondosh mushak, nevrologik kasalliklarini hisobiga ba'zi bir holatlarda o'sha travmatolog yoki ortoped qilgan operatsiyasini ham natijasi chiqmaydi demoqchisizda. O'shani chiqarish uchun ham kineziolog, ham ortoped, o'sha travmatolog, xirurglar birgalikda hamohang ishlasak yaxshi bo'ladi demoqchisiz, to'g'rimi? Operatsiya qilgan xirurglar o'zini mehnati og'ir mehnat, og'ir jarayon, uni Allohim hamma bemorlarga shifo bersa, shu operatsiyadan oldin va keyingi o'zini bemorlar qanaqa tutish, qaysi mushaklarni, umumiy organizmini tiklash, bu sizlarning vazifangiz. Xo'p, Saida opa, mana siz bilan qisqacha tanishdik. Xudo xolasa sizga tayyorlagan savollarimiz bor. Hozir ushbu savollarimizni birin-ketin beramiz. Ushbu savollarimizga travmatolog, ortoped o'laroq javoblaringizni xolis bersangiz, biz ham o'zimizni o'sha kineziologik nuqtai nazardan qanaqa bo'ladi, shu haqida batafsil gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, xudo xohlasa aniq sizlar uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib boramiz. Hozirgi kunda aynan travmatologiya, ortopediya va kineziologiya sohalarini o'zaro bir-biriga chambarchas bog'liqligi, sportdan keyingi travmalarda qanchalar o'sha kerakligi yoki
yengil olingan travmalar, og'ir olingan travmalar, har xil holatda qanaqa qilib yechim bersak, o'sha yurtimizdagi bemorlarimiz qiynalmasdan shifoga tezroq ulashishiga bir ma'lumot o'laroq shuni bersak degandim. Men kineziolog mutaxassis o'laroq, siz esa o'sha ortoped travmatolog mutaxassis o'laroq mana shu haqida batafsil o'sha kuzatuvchilarimizga gapirib bersak va sizlar ham bundan manfaatdor bo'lib, albatta doim aytib o'tamiz, haqqimizga duoda bo'lib, bizni kuzatishda davom etsangiz, bizga shuni o'zi yetarli, xudo xolasa. Xo'p, mana Said aka, birinchi savolimiz, travmatologga qaysi holatlarda murojaat qilish kerak? Travmatologiya, ortopediya sohasiga, masalan, travma olgandan keyin yemirilishlar, suyak yemirilishlari darajasiga qarab, masalan, baribir hozir mana kinezologiya bizada endi kirib kelgan narsa, endi kirib kelgan fan bo'lgani uchun bu reabilitatsiyani bir yo'nalishi bo'lishiga harakat qilishimiz kerak. Chunki bu bir-biriga mana men oxirgi mana 1 yilda o'zim ko'rgan, o'zimni tajribamda ko'rdim, bir-biriga bog'liq, uzviy bog'liq fan. Chunki mana ortoped travmatolog masalan son suyak boshchasini, chanoq hisob bo'g'imi, tizza bo'g'imlariga endoprotez qo'yilgandan keyingi reabilitatsiya mushaklarni, nerv to'qimalarini oziqlanishini, harakatlarni, mushaklarni ishlashini, bemorlarni to'g'ri qadam tashlashini hammasi masalan uzviy bir-biriga bog'liq narsa. Uni endi kinezologlar, ya'ni aytmoqchisizki, operatsion holatlarda haddan tashqari deylik vывихlar, kuchli chiqishlar yoki kuchli sinishlardan keyingi operatsiyalardan so'ng reabilitatsiya jarayonlarida aynan kineziolog mutaxassislarni nimasi yaxshi demoqchilarki, sababi travmatologlarga biz murojaat qilishadi bemorlarimiz, undan keyin shu operatsiya o'tkazishadi. Operatsiyadan keyin aksar holatlarda reabilitatsiya yaxshi yo'lga qo'yilmaganligini evaziga hatto travmatolog va ortoped mutaxassislarimizning ham ishi oxirigacha chiroyli bo'lib chiqmaydi. To'g'rimi, Said aka? Deylik, siz operatsiya qilib bo'g'imni qo'yib berdingiz. Bo'g'im qo'yganingizdan keyin bemor 2 oy, 3 oy davomida o'zi mashq qilib, reabilitatsiya qilib tiklab ketish jarayonida dangasalik qiladi yoki qanaqadir e'tiborsizlikning hisobiga o'sha qo'yilgan bo'g'im o'z joyini topmaydi yokida o'sha qanaqadir noto'g'ri qilingan munosabatda evaziga hatto o'sha qilingan operatsiya tushuncha qilib aytganimizda omadsiz, neudachli chiqadi va shuning natijasida keyin doktorlarni ayblash, shunga o'xshagan holatlar kuzatiladi va biz buni yechimini qilgan holatda mana bular travmatolog, biz esa kineziolog hamohang holatda ishlab, bular o'zlarini qiladigan etapdagi ishlarini qilgandan so'ng kineziolog mutaxassisga yoki o'sha reabilitatsiya qilish jarayoniga o'sha bemorlarni yo'naltirish orqali 6 oyda tuzalishi mumkin, oddiy holatda tuzalishi mumkin bo'lgan kasalni 2 oyda, 3 oyda tezroq oyoqqa qo'yib, o'sha travmasidan tezroq chiqarib yuborishga sabab bo'ladi demoqchilar. Undan keyingi nima savolimiz, deylik mana odam yiqilib tushdi yoki qanaqadir to'satdan beli og'rib qoldi yoki tizzasi og'rib qoldi. Mana shu holatda deylik aynan kimga murojaat qilish kerak degan savol tug'ildi. O'sha savolga mana hozir Said opam javob beradilar. Nima deb javob berasiz, Said opam? Endi yiqilib tushgan inson shaxs birinchidan klinikaga keladi, travmatolog, ortopedga uchraydi. Или poliklinikaga borsa ham ortoped travmatologga ko'rinadi, ular yengil qiladi, tekshiriladi. Agar singan, bir paylari uzilgan, bir qanaqadir bir travma olgan shaxs bo'lsa, unda uni o'zida qiladigan muolajalar o'tkaziladi. Ya'ni travmatologik chuqur muolajalar tahlillaridan keyin qilinishi kerak bo'lgan narsalar qilinadi. Masalan, mana oyoqqa gips, masalan, gips qo'yilgandan keyingi olib tashalgandan keyingi bu yerdagi mushaklarda, paylarda o'zgarishlarni baribir kinezolog, reabilitologga kelishga to'g'ri keladi. Chunki mushaklarni ishlatishi, to'qimalarni oziqlanishini, bularni sohasini hali mukammal chuqur o'rganilishi kerak bo'lgan soha. To'ppa-to'g'ri, men shu narsani bemorlarimizga, bizni kuzatib turgan insonlarga bularni javobidan xulosa qilib aytmoqchimanki, qanaqadir ekstremniy vaziyatlarda yiqilib tushsa yoki sinib ketsa yoki pay uzilib ketgan holatlarda biz kineziolog mutaxassislar o'sha to'liq uzilib ketgan payni yokida sinib ketgan suyakni tiklab bera olmaymiz. Biz faqatgina ana o'shani asorati yoki yiqilib
sinishdan oldingi holatda mushaklarning zaifligi bo'lsa, umuman olganda biz o'sha mushaklar yoki yengil darajadagi ishlar bilan shug'ullanamiz va e'tibor qilingki, mana shu 100% bemorlar ichida 80% bemorlar aynan o'sha kineziolog mutaxassis ishi bilan yaxshi bo'lib ketadigan holat bo'ladi. Chunki og'ir chiqishlar yoki sinish yoki payi uzilishi yoki nervlarning uzilishi bu holatlarda aynan xirurgik yo'l bilan yechim berish afzal hisoblanadi. Va o'sha amaliyotni o'tkazgandan keyingi reabilitatsiyani esa aynan kineziolog va reabilitolog shifokorlar amalga oshirsa, ikkalovlarini ishi oxirida o'sha bir bemorni yaxshi hayotga qaytib, yaxshi qadamlarni bosib bemalol yurishiga sababchi bo'lamiz. Va biz aynan qayg'urib nima qilayotgan joyimiz shundaki, hozirgi kunda bu savollarni tuzib berishimizga asosiy maqsad shu bo'lib qoldiki, travmatolog yoki ortopedlar, kineziologlar yoki o'sha osteopatlar qilayotgan ishlar bo'lmaydi deydi, yokida kineziolog mutaxassis yoki osteopat mutaxassislarimiz travmatolog ortopedlar qilayotgan ish bo'lmaydi degan xulosaga kelib olingan. Sodda qilib aytsa, kasal talashishlardan o'tib ketishgan. Shu kasal o'ziga kelsa-yu, shu pulini olib muolaja qilsa, uni hali to'g'rilab ora olamanmi, yo'qmi degan fikrga hattoki nima deydi, borish yo'lda tursin, o'ylab ham ko'rishmaydi. O'shaning uchun biz nima deydi, xalqimizga yengil bo'lsin, insonlarga oson bo'lsin degan ma'noda o'zlari mana o'sha uzoq yillik tajribaga ega mutaxassislar bilan birgalikda bularning tajribasini olib, bular bilan hamohang, ya'ni oldinlari birlashgan holatda bitta bemor ustida doktorlar 3-4 ta doktor yig'ilib olib, buni qanaqa qilsa yaxshi bo'lar ekan degandaqa bosh qotirib, keyin shunga qarab yechim qilsak yaxshi bo'ladi demoqchiman. Yiqilib tushib tizzasini yoki qaysidir boldir suyagi yoki son suyagini sindirgan bemor to'g'ri bularga borib murojaat qilib, bularda nimalarni o'ziga kerakli bo'lgan muolajalarni olgandan so'ng tiklanish jarayoniga bizga kelsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Va bular ham xolis yaxshi inson bo'lganliklari uchun, yaxshi doktor bo'lganliklari uchun, zo'r mutaxassis bo'lganliklari uchun ba'zida bularga kelgan bemorlarni nima ko'radilarda, agar singan, chiqqan yoki og'ir qanaqadir narsa bo'lmagan, uzoq vaqtdan beri kasal bo'lib kelayotgan, tizzasi og'riyotgan, oyog'i tortayotgan, shunga o'xshagan bemorlar bo'lsa, siz ko'ring, Bahovuddin deb menga telefon qilinadi, mana shunaqa bo'pti, buni sizni ishingiz ko'p ekan deb turib, bizga xolis tavsiya qiladi. Ana hammani o'rtasida bitta fikr bor. Bu narsalarni ochiq oyda aytib ketishimizga ham sabab shuki, doktorlar hozir oldi berish ko'payib ketganda, falon joyga borib sninka qilib keling, falon klinikaga borib diagnostika topshirib keling deb turib, ya'ni moddiy maqsadni ko'zlamagan holatda qo'ldan kelgan shu odamlarga foydamiz tegsin degan ma'noda shunaqa ishlashga harakat qilib kelmoqdamiz va biz xursandmiz. Bizga shunaqa uzoq yillik tajribaga ega mutaxassislar bizni klinikamizda borligi va bizni o'sha bemorlarimizga shifo ulashishga harakat qilayotganlari bizni albatta xursand qiladi. Keyingi savolimni beraman, Said aka, xudo xolasa. Mana tizza og'rig'i bezovta qilayotgan odam qaysi hollarda travmatolog qabuliga borishi kerak va qaysi hollarda bormasa bo'ladi? Endi tizza bo'g'imida og'rig'i bu endi keng ma'nodagi narsa. Masalan, buni kelib chiqish sababi mana oxirgi paytlarda mana ko'rib, kitoblarni o'qib, mana shu kineziologlar bilan hamnafas bo'lib ko'rdim. Buni kelib chiqish sababi masalan har xil stresslardan, mushaklarning qotishidan, har xil infeksionniy, masalan, ginekologik kasalliklardan, urologik kasalliklardan kelib chiqish sabablarini birinchi aniqlab, baribir birinchi shifokorga boradi. Shunday. Bemor, chunki bizda endi necha yillik yig'ilgan narsa. Mendan bitta iltimos, shu shifokorlar o'zini kasbini loqayd qaramasdan, shu o'zini kasal bo'lsa, masalan, qanaqadir bir darajasi 3-4 og'ir daraja bo'ladigan bo'lsa, masalan, operativ davolash, bu yoqdagi 1-2 darajani konservativ davolash va to'g'ri tashxis qo'yib, bemorni reabilitatsiya, kinezologiya bilan uzviy darajada olib borishni men tavsiya qilardim. Rahmat. Xo'p, mana shu keyingi savolimizni beramiz. Xo'p, bo'g'im almashtirish operatsiyalari qanday holatlarda qilinishi kerak? Sizning fikringiz? Bo'g'im almashtirish endi oxirgi
bir 21-asrni bir dolzarb masalasi bu. Oxirgi mana shu Coviddan keyin judayam ko'payib ketdi bu ahvol. Endoprotez qo'yish, tizza bo'g'im, yelka bo'g'imi, chanoq son bo'g'imi. Endi buni masalan kasalga individual yondashish kerak. Ba'zi bemorlar bor, masalan operatsiya qildirmayman, konservativ lecheniya bilan davolanaman deb o'zida ishonch bilan keladi. Mana sizlarda ko'rdim, ancha-muncha natija bo'ladi. natija bor, ko'rdim. Hali sizlarga ham ko'rsatamiz hali buni. Rentgenlarini oldingi va keyingi bemorlar bilan ham gaplashamiz. Bu operatsiyaga moyillik bo'lgan bemorlar bor, operatsiya bilan faqat konservativ lecheniya bilan davolanib ketganlar ham bor. Buni endi vaqt ko'rsatadi. Shunaqa. Shuning uchun Shu o'rinda meni ham kichkina qo'shimcham bor mana gapingizga. Mana ko'ksa artroz bo'ldi yoki tizzasida artroz bo'ldi, bo'g'im yemirilish kasali paydo bo'libdi degan bemorlar tushkunlikka tushib, endi shu kasaldan qiynalib o'tib ketar ekanman, buni davosi yo'q ekan, shu bilan endi operatsiya qildirar ekanman degan fikrga borib qoladi ko'pincha. Sababi hozirgi kunda endi mana Toshkent deylik, Toshkentning o'zida nechtadir mutaxassis o'sha kineziologiya degan soha chiqqanini yo biladi yo bilmaydi. Boshqa viloyatlar, uzoq tuman shaharlardagi nimalar haqida gapirmasak ham bo'ladi. Mana bular shuncha opitni, shuncha aynan nogironlar va shu protezlar qo'yish sohasida shuncha yildan beri ishlab kelayotgan mutaxassis sifatida bilganlariga mana 1 yil bo'ldi bularni ham. Aynan mana shu kineziologiya sohasi orqali birinchi, ikkinchi darajadagi boshlang'ich artrozlar yoki ko'ksa artrozlarini davolash oson desak ham bo'ladi, juda ham tez yaxshi qilsa bo'ladi natijaga. Hattoki 3-4 darajadagi, og'ir darajadagi bemorlarda ham o'zgarishlarni biz o'zimizni tajribamiz davomida kuzatdik va bularga mana Said opa ham o'zlari guvoh bo'lib kelmoqdalar. Aytmoqchimanki, har qanaqa bemor operatsiyadan oldin shoshmasdan konservativ va o'sha travmatolog lecheniyalarni olib, undan tashqari o'sha kineziolog lecheniya hamohang tarzda olgan holatda natijasini ko'rish kerak. Agar natija yaxshi bo'lsa, birinchi qilingan o'sha muolajadan oldingi qilingan tekshiruv natijalari bilan muolajalardan keyingi qilingan 3 oy, 6 oydan keyin qilingan snimkalar deymiz, o'sha rentgen xulosalari yoki MRT xulosalarida o'zgarishlar yaxshi tarafga kuzatilsa, operatsiyaga o'rin yo'q. O'shaning uchun sizlarga aytib qolamanki, operatsiyaga shoshmasdan imkon qadar o'zingizni bo'g'imingizni, o'zingizni Alloh bergan a'zoyingizni saqlab qolishga harakat qiling. Buni ham endi biz asoratlari, operatsiyadan keyingi azoblarni mendan ko'ra mana Said opam yaxshi biladilar. Shu haqida ham qisqacha gapirib bersangiz. Endi operatsiyadan keyingi tiklanish bu ham bir stress. Shunaqa, bu bir stress. Operatsiyadan keyingi natijalardan keyingi eng postoperatsion period deyiladi. Bu eng kerak narsa hisoblanadi. Shuning uchun men hozir aytmoqchi bo'lganim, mana shu kineziologiya bir reabilitatsiyani turiga bir yo'nalishiga kiritilsa, operatsiya bo'lgandan keyin birinchi qadamni to'g'ri tashlashga o'rgatish, mushaklarni masalan necha yil og'rib, oqsoqlanib yurgan butun skelet sistemasida o'zgarish bo'ladi. Shunaqa. Shularni qaytadan to'g'rilab, tiklab berish bu sizlarning vazifangiz ekan. Shunaqa. Shunga aytmoqchi bo'lganimiz shuki, mabodo o'sha bo'g'imi yemirilib ketgan, operatsiya qilinishi kerak bo'lgan bemor ham hattoki operatsiyagacha reabilitatsiya qilib, operatsiyaga kirib, operatsiyadan chiqib yana 2-3 kurs muolajalarni olib, sog'lom hayotga juda tez qaytsa bo'ladi. Aynan o'sha kineziologiya, neyrokineziologiya, osteopatiya yo'nalishlari orqali qilingan muolajalar orqali bemorlarning hayoti yana ham osonroq, yengilroq va operatsiyalarning asoratlarisiz yaxshi holatga kelsa bo'ladi. Buni biz birgalikda ishlaganimiz uchun ko'ra mana shu ma'lumotlarni siz azizlarga yetkazib, bemorlarimiz qiynalib yurmasliklarini xohlagan holatda ushbu ma'lumotlarni sizlarga beryapmiz. Xo'p, keyingi asosiy dolzarb yana bitta savolimiz bor. Mana shu savolga javob bersak, shu bilan bugungi ko'rsatuvimizni nihoyasiga yetkazamiz. Bizni bemorlar kutmoqda o'shanga. Xo'p, oxirgi savolimiz grija. Hozirgi paytda suyak yemirilishi grija, suyak yemirilishi grija. Hamma joyda shu muammo bo'lib ketdi. Mana grija bilan ham
grijada ham baribir suyakdagi muammolar, ba'zida osteoporoz yokida o'sha spondilyoz deydi, ani bo'g'imlardagi yemirilishlar, shunga o'xshagan holatlar grijani keltirib chiqarishi mumkin. Aynan grijada mana hozirgi paytda o'sha ortopediya yoki travmatologiya sohasida nima deya olasiz? Yordami va kineziologiyani ham siz mana foydasini ko'rib kelyapsiz. Qanaqa xulosadasiz? Endi bu disk churasi oxirgi paytda mana shu masalan umuman sport bilan shug'ullanib yurmagan, og'ir yuk ko'tarishi, mana birdan o'ziga ko'proq nagruzka tushirgan, noto'g'ri mushakka nima deydi, og'irlik bergan bemorlarda ko'p kuzatilmoqda. Buni endi mana grijani endi joylashishiga ham bog'liq endi buni narsasi. Masalan, konservativ yoki operativ muolajalar buni endi oxirgi paytlari shu MRT diagnostikalarda aniq ko'rinadi. Shunga qarab turib, tashxisi bemorning shikoyatiga qaraladi, umumiy ahvoliga qaraladi. Masalan, bu yana bir marta aytaman, bu individual yondashuv. Individual, to'ppa-to'g'ri. Bemori masalan sizlar mana tekshirasizlar, qaysi mushak, qaysi tortish, qanaqa. Mana masalan sizlar bilan mana 1 yildan beri ishlagan bo'lsam, ikki bukilib, dodlab kelgan bemorlarni bir kun, 2 kunda, 1-2 kunda masalan shu og'rig'i ketib, qomatini ko'tarib, yuzida shunaqa bir qanaqadir bir yorug'lik bo'ladi-da, yuzi yorishib, sira bilinadi. Xursand bo'l. Rangi ham o'zgaradi. Shunday. Men aytaman, shu qon aylanishishi ham anaqasi yaxshi ta'sir qiladi. Biz ham aynan o'sha holatlarda deb ishlaymiz-da, odamlarni xursand bo'lganini ko'rib, dardlari yengillab, uzoq yillardan beri qiynalib yurgan dardini ketganini ko'rib, yuzida bilinadi odam. Birdan xursand bo'lgan energiyasini olib turib, biz mazza qilib yana ham shijoat bilan ishlashga harakat qilamiz. Men sizlarni shu kineziologiyani mana o'zim ham mana Xudo xolisa chuqur o'rganishga harakat qilyapman. Bir anaqa yoqqanlari nitrogenniy hech qanaqa bir organizmga bir tashqi muhitdan bir ximikat, bir dori kiritmasdan o'z organizmini, o'zini kuchini o'zi bilan davolashni yo'lga qo'ydinglar. Bu juda ham kasallar ham xursand, ular yaxshi ko'rgan, yaxshi tuzalib ketganini ko'rib men ham xursand bo'ldim. Shunaqa. Rahmat sizga, savollarimizga javob berganingiz uchun, vaqt ajratib bizga yo'q demasdan mana shunaqa podkastga rozi bo'lganingiz uchun ham rahmat. Ushbu ma'lumotlarni olib odamlar albatta manfaat topadi degan umiddamiz. Mana o'sha kineziologiya hali yangi soha deyapmiz. O'zi nima? Qisqacha hozir kuzatayotganlar bo'lsa ma'lumot beraman. Kineziologiya o'zi Amerikada paydo bo'lgan, keyinchalik G'arbga, o'sha Yevropaga o'tib, hozirgi kunda mana bizga ham yetib keldi. Bundan 70 yillar oldin, 70-75 yil oldin Amerikada paydo bo'lib, hozirgi kungacha rivojlanib, yaxshi darajaga yetgan, ya'ni rivojlangan davlatlarda yaxshi rivojlangan. Bizda esa mana hali yangi, Xudo xohlasa o'shani biz birinchilardan olib kirdik va ushbu sohani rivojlantirib kelyapmiz. Va ushbu sohani xolis nima deydi, nafsimiz yo'lida emas yoki bir odamlarni yoki boshqa kasblarni yomonlash orqali emas, imkon qadar xolis yoritishga harakat qiladigan jamoa bo'lib o'zimizni chiqarishga harakat qilyapmiz. Sababi hozirgi kunda hamma kasalni davolab yuboraman, hammasini yaxshilab yuboraman deydigan doktorlar ko'payib ketdi. Hamma o'zini tushungan mutaxassisligi bo'yicha, aynan tushungan sohasi bo'yicha o'zini ishini bilib qilsa, menimcha hammamiz uchun yaxshi bo'ladi. Hamma bemorlar uchun, xalqimiz uchun birinchi o'rinda yaxshi bo'ladi. Alloh taolo hamma bizni kuzatib turgan bemorlarimizga, kuzatib turgan xalqimizga o'zi shifoi komil bersin. Biz aynan qanaqa bemor bo'lishidan qat'iy nazar o'sha kelgan bemorga foydamiz tegsa, bizdan shifo topib ketsa xursand bo'lamiz. Bizni klinikamizda, bizni dargohimizga kelgan har bir bemor xursandchilik bilan o'zini oyoqlari bilan yurib, og'riqlarini tashlab ketsa, biz albatta xursand bo'lamiz. Va Union Med jamoasi, men Union Med klinikasining asoschisi sifatida va mana Said opamlar Alloh rozi bo'lsin, bizga yo'q demasdan kelib klinikamizda glavrachlik, ya'ni bosh shifokorlik vazifasini bajarib beraman deganlariga salomat bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Xudo xolisa yana uzoq yillar mana shu sohada xizmat qilishlari Alloh ularga nasib qilsin. Kelgusi videolarni kuzatib boring. Xudo xohlasa biz yana Said opamlar bilan yana boshqa mutaxassislarimiz bor, hamma mutaxassislarimiz bilan birgalikda sizlarga bundan ham yaxshi ma'lumotlarni berishga, sizlarni qiynalib yurmasdan, dardingizga yengil, oson, tez shifo topishingizni sababchisi bo'lishga harakat qilamiz.
Barchangiz dardlaringizga Alloh shifoyi komil bersin. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.